Jizzax shahar hokimligi majlislar zalida O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligini munosib kutib olish hamda kelajak markazlari faoliyatini takomillashtirishga qaratilgan yig'ilish bo'lib o'tdi. Jizzax shahar hokimi Komil Xolmurodov hamda hokim o'rinbosari Suyun Silliyevlar boshchiligida o'tkazilgan yig'ilishda Jizzax shahar maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli barcha umumta'lim maktablari rahbarlari hamda maktab maslahatchilari ishtirok etdilar. Yig'ilish avvalida yig'ilganlar Jizzax shahar kelajak markazi rahbari Elbekxo'ja Barakayev va uning tarjimai holi bilan yaqindan tanishdilar. Shundan so'ng yig'ilishda bayramga tayyorgarlik jarayonlari, maktab, shuningdek shahar hududlarida obodonlashtirish ishlarini sifatli tashkil etish, ijtimoiy himoyaga muhtoj, nogironligi bo'lgan o'qituvchi va o'quvchilarning xonadonlari tozaligi va ta'miriga ko'maklashish, bayramga tayyorgarlik ishlarini yanada jonlantirish bo'yicha amalga oshirish lozim ishlar muhokama qilindi. Shuningdek, yig'ilishda yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, ularning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish, zamonaviy kasblarga qiziqishini oshirishda kelajak markazlarining o'rni alohida ta'kidlandi. Yig'ilish davomida markazlar faoliyatini yanada takomillashtirish, ularda yangi to'garaklar tashkil etish va zamonaviy ta'lim yo'nalishlarini yo'lga qo'yish, maktab bilan hamkorlik ishlarini yanada kuchaytirish, shuningdek yoshlarni oliy ta'limga qamrab qolish, ularni kasb-hunarga yo'naltirish masalalari ham muhokama qilinib, 2, 12 hamda 16 sonli umumta'lim maktablarning yangi rahbarlari ham yig'ilganlarga tanishtirildi. Yig'ilishda belgilangan vazifalarning o'z vaqtida va sifatli ijrosini ta'minlash, har bir yo'nalish bo'yicha aniq chora-tadbirlarni amalga oshirish yuzasidan mas'ullarga zarur ko'rsatma va topshiriqlar berildi.